axborot ishora belgilarini qolganini aytib o'tganmiz. Yo'nalishlarning dastlabki ko'rsatkichi qanaqa bo'ladi? Asagon bu boshqacha. Endi yurasan, maytga borsang manaqa bo'ladi, maytga borsang manaqa bo'ladi degan joylar bo'ladi. Misol uchun, maytda ko'prik bor, aylanib o'tsang bo'ladi. Shunaqa dastlabki ko'rinishlari, misol uchun mahalla, shu aholi punktlarining nomlarini yozib qo'yadi, shunaqa narsalar bor. Bu ham shunaqa. Misol uchun, bu yoqqa borsang Jizzaxga borasan, bu yoqqa borsang Chinozga borasan. Shunaqa narsalar. Ko'rgan odam bunday tushunib qoladi, strelkalar ko'rib. Harakatlanish chizmalari, misol uchun, bu yerda chapga burilish mumkin emas. Qanaqa chapga burilish kerak? Borib aylanib kelib burilish kerak, shunaqa narsa. Yo'llarning bir sathda kesishmaydigan qismlarida burilish yoki qayl bor. Misol uchun manaqa hamma yo'llar ham bir sathda kesishmaydi. Bu degani, misol uchun, tepadan o'tib aylanib bo'lmasam shunaqa bir sathda kesishmaydigan yo'llar bor. Shulardan aylanib o'tish uchun, misol uchun, aytgan kirib aylanib nazorat qilish kerak bo'lsa, bunday chiqib shunaqa narsa. Xizmat ko'rsatish maydoni, misol uchun, birinchisi gaz, benzin quyish, ikkinchisi shu xizmat ko'rsatish, uchinchisi ovqatlanish restoranida qanday xizmat ko'rsatish. Shu yerda yo'nalish ko'rsatkichi, misol uchun, ko'k bo'lsa, aholi punktlariga kirishdan oldin bo'ladi. Ko'klari oq bo'ladigan bo'lsa, o'sha aholi punktlari boshlanishi bo'ladi. Bu ham shunaqa ko'rsatkichi, aholi punktlarini boshlanishi, bu ham shunaqa. Misol uchun, oq bo'ldimi, aholi punktlari boshlanishi bo'ladi. Deb qizil chizib qo'yishsa, aholi punktlarining oxiri bo'ladi. Bu manzil nomi, misol uchun, Navro'z ko'chasi, Chirchiq daryosi deb manzil nomini yozib qo'yishadi. Masofalar ko'rsatkichi, misol uchun, mana shu narsalar qancha qolganini ko'rsatib beradi. Kilometr belgisi bu, misol uchun, yo'lning boshidan oxirigacha har bir kilometrda bittadan qo'yilib, oshib boradi 1 kilometrda. Misol uchun, atroflarda hech qanaqa belgilar yo bo'lmasam binolar yo manzil bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar o'sha yerda mashinalar buzilib qolib ketib qolsanglar, qayerdasan deydigan bo'lsa, men mana shu kilometr belgisini oldidaman. Misol uchun, 1205-kilometrda oldidaman desanglar, topib keladi. Yo'l raqami, misol uchun, marshrut, bir balo yo'l raqamlari, misol uchun, katta yo'llarda o'zining raqami bor, shuning uchun shular raqamlari bor. Yo'l avtomobillari uchun harakatlanish yo'nalishi. Yuk avtomobillar. Yo'l dedimmi? Yuk avtomobillari uchun. Shunaqa, misol uchun, chiqib chapga burilsang, tavsiya qilinadi bular, majburiy emas. Tavsiya qilinadi. Mashinga borsang yaxshi bo'ladi. Aylanib o'tish tasviri, misol uchun, bu qizil deb olaylik, kirish taqiqlanadi, shuning uchun bunday aylanib o'tish kerak bo'ladi. Xo'p, chetlab o'tish yo'nalishlari, bu ham misol uchun sariqda bo'ladi-da, shu yerdan chetlab o'tasiz deb aytadi. To'siqda. Yo'q, to'siq emas, shu yo'llar yopiq bo'ladigan bo'lsa. Bu orqasi oq, o'zi qora, to'xtash chizig'ini bildiradi. Misol uchun, unda to'xtashinglar shartmi desa, agar svetofor qizil qiladigan bo'lsa, o'shangacha to'xtashinglar kerak. O'z to'xtash chizig'i bor, o'shangacha to'xtashinglar kerak. Mana shuni to'xtash chizig'i deb qo'yadi. Misol uchun, asfalt to'xtash chizig'i chizilmagan bo'lsa ham, shuni ko'rdinglarmi, svetofor qizilmi, o'shangacha to'xtashinglar kerak. Agar o'shani bosib to'xtasanglar, o'shundan o'tib to'xtasanglar, qoida buzarli bo'ladi. Yomon ketyapti. Bu boshqa qatnov qismiga qayta tizilish. Misol uchun, bu yoqqa ketayotgan bo'lsanglar, yopiq, shuning uchun bu yoqqa o'tishinglar kerak bo'ladi. Bo'lsa, bundan bu yoqqa o'tishinglar kerak bo'ladi. Shunaqa narsa. Reversiv harakatlanish. Reversiv harakatlanish bu, misol uchun, palaslar bor, bitta ochiq, tepasida svetofor bo'ladi, pastga yursang bo'ladi yoki yurishing mumkin emas degan. O'sha kunning ma'lum bir paytida bu yoqqa yurishni belgilab beradi, yo bo'lmasa o'shadan qaytib kelishni belgilab beradi. Svetofor o'chik bo'lsa, unga kirish mumkin emas. Faqatgina agar kirib bo'lgan bo'lsangiz, misol uchun, svetofor yonog'iga kirdingiz, svetofor o'chib qoldi. Faqatgina o'ng tarafga chiqib ketishga ruxsat bor.
Misol uchun 8da siz shahar tarafga o'sha reversiv harakatlanish yo'nalishidan borsangiz bo'ladi. Misol uchun obeddan keyin 5larda u yopiladi, shahar tarafdan bu yoqqa ochiladi svetofor tomoni. Shundan kelsangiz bo'ladi, ya'ni harakatlanish oxiri. Bu bo'lsa reversiv harakatlanish yo'nalishi. Misol uchun siz ko'chadan chiqyapsiz, yo o'ngga yo chapga reversiv harakatlanayotgan bo'lishi mumkin. Shuni ogohlantiradi. Turar joy dahasi, misol uchun aytdi, bino, bolalar o'ynab yurgani, bolalar yurib yurgani, shunaqa joy bo'ladigan bo'lsa, turar joy dahasi bo'ladi. Bu yerda ham o'zini yarasha qonun qoidalar bo'ladi. Misol uchun mashinada kirsanglar, dvigatellarni yoqib to'xtab turish mumkin bo'lmaydi. Nechidandir ham o'tib bo'lmaydi adashmasam. Bu odamlarga o'rgatish mumkin emas mashina minishni shu yerda. Bu shuni oxiri. Bundan keyin shunaqa qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu bo'lsa falokatli holatlar uchun kirish. Misol uchun perivaldan tushayotgan bo'lsanglar, chiqayotgan bo'lsanglar, yo'qsa qanaqadir tog'li joylar bo'ladigan bo'lsa, shu yerda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun burilib ketish kerak edi. Agar to'g'ri ishlamay qoladigan bo'lsa, shu yerga chiqib ketish kerak. O'sha qaytib tushib, ya'ni yo'lga davom ettirsanglar bo'ladi. To'g'rimizlar sovib olgandan keyin. Xo'p, bu foto va video qayd etish, misol uchun shu DYHH xodim tomoni bilan kuzatuvga olingan joyda aytiladi. Gaplashayotgandik, telefonim joyida bo'lib qoldi har doimgidek. Ichida hamma yo'q bor o'zi ham. O'ngga keluvdi adashmasam. Bu shu qizil chiroqda o'ngga burilish mumkin qachonki hammaga yo'l berganingizdan keyin. Yo'l berib bo'lgunizcha ham o'zi yashil yonib qoladi o'zingizga. Ko'pincha radar yashil, bu ko'k, o'zi radar qora bo'ladi. Velosiped va individual harakatlanish shunaqa deb yozib qo'yadi. Shunga harakatlansanglar bo'ladi. Bu uni oxiri bo'ladi. Bu maktab, misol uchun bu sariq, yellow, sariq, bu qora bo'ladi. Maktabga yaqinlashamiz. Bu turizm obyektlar yo'nalish ko'rsatkichlari. Misol uchun bu boshqacharoq bo'ladi. Lekin misol uchun qarab tushunsangiz bo'ladi. Turizm obyektlari bu ham turizm axborot markazlari va qilib qo'yadi. Information center. Baland piyodalar o'tish joyi. Uchburchak o'zi ko'pincha o'shaqa bu yog'i ko'k, bu yog'i uchburchak. Piyodalar o'tish deb bilsanglar bo'ladi, chunki bundan ham boshqachalari bor. Shunga chalib qolmaydi. Bu baland piyodalar o'tish joyi. Servis belgilarini keyingi videoda sirazu aytib boraman. Bo'ldi, zerikdim.